ajoyib narsa kuzatilyapti xalqda. Masalan, turmush o'rtog'i gul bersa, ayol kishi gulni olayotib maza qilgandan ko'ra, o'sha yerdagi mazadan ko'ra, bu gulni Instagramga qo'yayotganda ko'proq maza qiladi. Eri biron joyga ovqatlangani olib borganda o'sha ovqatni yeyotib maza qilmaydi, lekin shuni syomka qilib Instagramga qo'yganda ko'proq maza qiladi. Hatto konsertda ham bilasizmi, konsertda o'tirib, o'sha konsertni ko'rib maza qilishni o'rniga syomka qilib, konsertni ko'z-ko'z qilayotganda maza qiladi. G'alati, xuddiki haligi haqiqiy mazza bilan ko'z-ko'z namoyish qiladigan narsa aralashib ketdi. Buni zararli tomoni haqida gaplashadigan bo'lsak, biz haqiqiy, bizga hissiyot beradigan baxtni his qilmay qo'ydik. Biz ko'proq ko'z-ko'z qilishga, namoyish qilishga, soxta, yasalgan hayotga qiziqib qoldik. Odam o'zidagi bor narsani ko'rsatishga, aslidagidek bo'lishga qo'rqsa, u ko'proq mana bu soxta, sun'iy kartina yaratishni boshlaydi. Hech sezganmisiz? Haqiqiy baxtli insonlar ko'z-ko'z qilmaydi. Haqiqiy puldor odamlar ko'z-ko'z qilmaydi. Pulini, baxtini, sevgisini ko'z-ko'z qilib dabdaba qilganlar ko'pincha asli bunday bo'lmaydi. Kimnidir eri gul berganini, kimgadir mashina berishganini, chet elda aylanganini, nimalardir o'ziga sotib olayotganini ko'rib, ayollar soatlab o'tirishadi Instagramda. Mana shu ketkazgan vaqtni o'zingizni oilasiga qaratib, xuddi shu narsani yaratish mumkin-ku. Ketayotgan vaqtni, birovni hayotini, birovni dabdabasini kuzatgandan ko'ra, mana shu vaqtni o'zingizga sarflang, o'zingizni hayotingizni o'ylang, men nima qila olaman? Men nimalarni o'zgartirishim mumkin? Munosabatlarimda, tashqi ko'rinishimda, farzandlarim bilan, moliyaviy holatimda. Birovlarni Instagramiga ketkazgan quvvatingizni o'zingizni hayotingizni to'g'rilashga sarflang. Ana shunda haqiqiy baxtni o'zingiz yaratasiz va soxta baxtdan maftun bo'lgandan ko'ra, asli haqiqiy baxtingizdan maza qilib yashaysiz.